Joriy yilning 29-dekabr kuni ijtimoiy tarmoqlardan Barkamol mahalla fuqarolari yig'ini 4-kichik dahada istiqomat qiluvchi fuqarolar tomonidan shu hududda 24-A domda oldida ichimlik suvi tarmog'i bo'yicha nosozlik yuzaga kelganligi haqida murojaat e'lon qilingan edi. Ushbu murojaat bo'yicha Andijon suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati mutaxassislar tomonidan hozirda ushbu nosozlikni bartaraf etish ishlari olib borilmoqda.